Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mirasning islomdagi ahamiyati. Olimlar Qur'on Karimda qanday ahamiyatga ega? Biz shariat ahkomlari o'ylanib baqsaq, Qur'on Karimda miras oyatlarini tilga oldi Alloh taolo. Namoz, ro'za buning aloqador ahkomlarini ham tilga oldi, lekin namoz, ro'za deyilgan masalan, buni icmali şekilde tilga oldi. Tafsilotini Payg'ambar alayhisalom sunnatlarda bayon qilib berdi. Ammo miras oyatlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi taqsim qilib berdi. O'zi tafsili taqsim qilib berdi. Kimlar oladi, qanchalik oladi taqsim qilib berdi. Mana buni miras mirasniki islom dinidagi ahamiyatining zo'r ekanligini tushuntirdi. Alloh subhanahu va taoloning bu mirasni o'zi taqsim qilganligi ham mirasning islomda muhim ahamiyatga egaligini tushuntirdi. Ondan boshqa yana Alloh subhanahu va taolo Sura Nisoning 11-12 oyatlarini o'qigandan keyin 11-12 oyatda miras oyati. Bu oyatlardan keyin Alloh taolo tilka hududulloh va man yuti'illaha va rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa zalika al-fawzul azim. ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين dedi. 13-14 oyatlarda Sura Niso'niki. Yani miras oyatlarini bayon qiliblar, kanidan shu Alloh taoloning chekchilaridir, hadlaridir. Kimki Alloh itoat qilsa, payg'ambar itoat qilsa, Alloh uning ostidan o'stamlar yiqib turgan jannatlarga kirgizadi. Ular shu jannatlarda mangu qoladi va shu zo'r muvaffaqiyatdir. Kimki Allohga osiylik qilgan, payg'ambarga osiylik qiladi ekan, Allah'ın çekişlerinden ötüp giderken onu mangu qolgan do'zaxga kirgizadi. Bu yerda onunğa xorluğuca azap boludu deydi. Yani şu miras ayetlerini bayan qilib, ayetlerini keltirishi mirasdan iborat Allohning shu miras haqidagi ahkomlariga bo'ysunib, mirasni shu bo'yicha ayirib, shuni amal qilganlar jannatga kirdi. Buni amal qilmaganlarchi mangu qoladigan do'zaxga kirdi deydi. Endi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetleri qaraydigan bo'lsak, miras haqida Peygamber Aleyhisselam nurg'un hadislarni so'zlagan. Yani mirasni o'rgatish, unutib qilishdan qattiq ogohlantirish haqida. Bu hadislardan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Peygamber Aleyhisselam shunday degan: "Sizlar miras ilmini o'rganinglar va uni o'rgatinglar. Nimasga o'rgatinglar? Chunki miras ilmi ilmning yerimidir va u unutilib ketildi. Ve miras ilmi mening ummatimdan ko'tarilib ketadigan tunji bilim shudur" deydi. Ondan başqa yana Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga Peygamber sallallohu alayhi ve sellem shunday degan: "Ilm 3 turlik bo'lib, uningdan boshqasi ziyoda. Ayatun muhkamatun, ya'ni Qur'on Karimdagi muhkam oyatlar, aw sunnatun qoimatun Peygamber sallallohu sunnatlari, aw faridatun adidatun adil fariza, ya'ni miras ilmi." Onun başka Peygamber Aleyhisselam "Elhiqul faraida bi ahliha fema baqiya fahuwa li awla rajulin zakar." Mirasni şu ashabul furudlarga berib bo'lgandan keyin ish qolgani meyitqa urug' tuqqandoshlik munosabati eng yaqin bo'lgan er kishiga beringlar degan. Shunga o'xshash nurg'un hadislar kelgan. Undan başqa yana salaf solihlarni miras ilmini o'rganish va o'rgatish haqida nurg'ulgan so'zlarni qilgan. Bu rivoyatlardan Ömer ibn Hattab shunday deydi: "Ta'allamul faraida fa innaha min dinikum." Sizlar miras ilmini o'rganinglar, chunki u sizlarning dininglarning qatoridan. Yana Ömer ibn Hattab shunday degan: "Sizlar miras ilmini o'rganinglar, gramatini o'rganinglar va sunnatni o'rganinglar. Shundaqla Qur'onni o'rganganga o'xshash." Ya'ni arab til grammatikasini Qur'on sunnatni to'g'ri tushunish uchun o'rganinglar deydi va miras ilmini o'rganinglar, xuddi Qur'on o'rgangandek. Qur'on o'rganishga shunchalik ahamiyat bergan bo'lsanglar, miras ilmini o'rganishga shunchalik qattiq ahamiyat beringlar degan. Undan boshqa yana boshqa sahobalarmi miras ilmini o'rganish haqida naytbek ta'kidlagan so'zlari rivoyat qilingan. Allah subhanahu wa ta'ala'nın miras oyatlarini taqsim qilishni o'z bevosita ustiga elib, o'zini tafsili bayon qilib berishi va Peygamber Aleyhisselam'ın miras ilmini o'rganish haqida ta'kidlaganligi va sahobalarning ham o'rganish haqida qattiq ta'kidlaganligi mirasniki muhim ahamiyatga egaligini tushuntirdi.
Endi sahabelerning ichidan miras ilmini yaxshi o'rgangan va shu yerda mashhur bo'lganlari Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu. Ana onun başqa yana sahabeler var. Yani en mashhurlari muşular.